Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Kelinjon turing iltimos. Qaynonangiz choy so'rayapti. Qo'chqor bobo o'g'li bilan kelin yotgan xonaning eshigini ura boshladi. Tokchalardan topolmadim kelinjon. Hozir dadajon. Mana chiqyapman. Uydan kelinning ovozi eshitildi. Baraka toping qizim. Tarbiya bergan ota-onangizga rahmat. Eshik ortidan cholning minnatdorlik ovozi eshitildi. Qishloq sharoiti emasmi? Bir kunda 2-3 soat chiroq yonadi xolos. Qolgan soatlarda qadimiy bobo chiroq xizmatda. Xudo yaratgan yoritgichlar ham quvvatlanadigan bo'lsa, elektr toki mehmon bo'lgan soatlarda quvvatga qo'yiladi. U ham yoqilg'i yo'g'ida ko'rga hassadek gap. Kelin yoritgich bilan chiqib keldi. Termosda qaynoq suv qolmagani uchun o'choqxona tomon yo'l oldi. Gazga qaynatay desa gaz yo'q. Eri bugun erta turib gaz ballonni to'ldirib kelmagandi. O'choqda obdastani osib tagiga o'tin qaladi. Bolalarning eski daftarlaridan yirtib o'tin tagiga solib o't yoqdi. Namiqib qolgan g'o'zapoya ham ichidan jon deb esa rosa nozga tiragan kelinday yonay demasdi. Bechora kelin bir amallab eski kalishning bir poyini topib keldi. Amal taqal qilib yoqishga urindi. Suv qaynagach qaynonasi bilan qaynotasining xonasiga obdastani ko'tarib keldi. Obdastani pechkaning ustiga qo'yib choynak izlashga tushdi. Choynak mening yonimda qizim, choynakka solib ketavering. Shunisiga ham rahmat ona qizim. Dadajon, oyimga o'zim choylarni ichirib qo'yaman, dedi kelin qaynotasining qulog'iga yaqinlashib. O'zim kelinjon o'zim. Vaqt ham allamahal bo'lib qoldi. 2 soatdan keyin tong otadi. Uxlab olmasangiz charchab qolasiz qizim. Kelin qaynotasining so'zini ikki qilolmay choyni tayyorlab berdi-yu, sekingina chiqib ketdi. Qo'chqor boboning yoshi 80 bilan salomlashgan edi. Quloqlari ham sekin gapni eshitmasdi. Farzandlari, nabiralari ham u kishi bilan baland ovozda gaplashishardi. Qo'chqor bobo nabirasi olib bergan boshqa tikadigan yoritgichdan taqib olgandi. Bu omon bo'lgur matoh kechasi tashqariga chiqqanda qo'l kelardi. Hozir ham bobo uchun bu matoh juda kerak edi. Ko'zi salgina o'tmay qolgani uchun xotinimning og'zi qimirlaganini, nima demoqchi bo'layotganini bilay deb ko'zoynak oldirdi. Xolbibi aya og'rib qolganiga 1 yil bo'ldi. Joydan qimir etolmaydi. Qo'chqor bobo esa ayolning yonidan hech qayerga jilmay o'tirardi. Og'ziga qarab o'tiradi bechora. Og'zi qimirlashidan nima deyotganini bilib oladi. Hozir ham shunaqa bo'lgandi. Qo'chqor bobo qo'llari titragancha piyolaga choy quydi. Piyoladagi choyni 2 piyolaga solib puflab sovita boshladi. Choy iliq holga kelgach ayolning boshini sekingina ko'tarib unga ichirdi. Yana choy. Sovutib beraymi onasi? Qo'chqor bobo ayolining og'ziga tikildi. Rahmat. Og'zim salgina qurigandi. Endi tomog'im ho'llandi, rahmat dadasi. Hammasi uchun rahmat, dedi Xolbibi aya shivirlab. Qo'chqor bobo ayolining oppoq sochlarini yig'ib quloqlari tomon yig'ishtirdi. Senga rahmat onasi. Menga mehrli farzandlarni hadya etganing uchun rahmat. Daraxtdan yiqilib belim sinib bukchayib qoldim. O'sha og'ir kunlarimda tashlab ketmay, yonimda yelkadosh bo'lib yurganing uchun rahmat onasi. Ayrim ayollar erining kichikkina aybi bo'lsa ham, sen menga loyiq emassan deb tashlab ketadi. Sen esa unday qilmading. To'shakka mixlanib qolganimda ham har doim yonimda bo'lding. Kechani kecha demay, kunduzni kunduz demay ham dori-darmonimga, ham farzandlarimizning non oshi uchun ishlading. Shuncha yaxshiliklaring oldida meniki hech narsa emas onasi. Qo'chqor bobo ayolning yuzlaridan oqib tushayotgan yoshlarni artdi. Yig'lama onasi, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Chevaralarimizning to'ylarida ham o'ynab kulib yuramiz. Xolbibi aya aytganingiz kelsin degandek erining qo'llarini ushlab ko'zlariga surtdi. Tong chog'i yaqinlashgan zamon gunohlardan ozgina bo'lsa ham tozalanarkan. Xo'p onasi, bir o'zing qo'rqmaysanmi? Yo'q, faqat tezroq bo'ling iltimos. Qo'chqor bobo tashqariga chiqib keldi. Qo'chqor bobo keldim onasi, 2 rakat emas, 20 rakat o'qiyman, dedi ayoli tomon yuzlanib. Ammo Xolbibi ayaning iyaklari ochiq edi.
Qo'chqor bobo titrab ayolning yoniga cho'kdi. U bu dunyoni tark etib bo'lgandi. Tong azonda Qo'chqor bobo hovlisida yig'i eshitildi. Boboni shifoxonaga olib ketishdi. Xolbibi aya esa o'sha kuni qaro yer bag'riga topshirishdi. Qo'chqor boboning ham ahvoli og'ir edi. 10 kundan so'ng u kishini ham shifokorlar uyiga qaytarishdi. Xolbibi ayaning 20 oqshomi bo'ladigan kunidan bir kun oldin Qo'chqor bobo salgina o'ziga kelganday bo'ldi. U farzandlari va nabiralari qurshovida edi. Qo'chqor bobo hammasiga bir-bir qarab chiqdi-da, keliniga imo qildi. Kelini yig'lab qaynotasining og'ziga qulog'ini tutdi. Ona qizim, hammasi uchun sizdan minnatdorman. Har bir ota-onaning kenja kelini sizdek mehribon bo'lsin. Sizdan birgina o'tinchim qizim, farzandlarim, nabiralarim, bizni eslab uyingizga kelsa avvalgiday mehmon qiling. Qaynonangiz kabi ochiq ko'ngillik bilan qarshi oling. Ular non, osh yegani emas, biz bosib yurgan izlarimizni ko'ziga surish uchun kelishadi. Ota-onasi bilan o'tgan yoshlik chog'larini qo'msab kelishadi. Iltimos kelinjon, darvozamiz har doim ochiq bo'lsin. Xo'p, dadajon, aytgan so'zlaringizga bir umr rioya qilaman. Kelin qaynotasini quchib yig'lab yubordi. Qo'chqor bobo yig'i to'la ko'zlari ila tikilgan farzandlarga shivirladi. Meni onangiz kutayapti, bolalarim. Boshimni sajdaga qilib yotqizinglar. Allohimdan so'nggi iltimosimni so'ray. U dunyoda ham meni onangiz bilan birga qilsin. Shu yerda yig'ilganlar o'zlarini yig'idan tutib turisha olishmadi. 4 o'g'il otalarni ko'tarib ustiga qo'yishdi. Oradan 10 daqiqa ham o'tmadi. Qo'chqor bobo jon berdi. O'zingizni birinchi navbatda hurmat qiling. Chunki bu qoida bo'lmasa, qolganlari shunchaki kuchsizdir. Bizga loyiq bo'lmagan odamlar uchun o'zimizni qiynoqqa solamiz va o'zimizni yo'q qilamiz. Biz tushkunlikka tushdik. Ammo nima uchun? O'zingizni va his-tuyg'ularingizni hurmat qilishingiz kerak. Kimningdir orqasidan yugurmang. Biror kishiga qanday munosabatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, hech qachon o'zingizni xo'rlashingizga yo'l qo'ymang. Agar sizga javob kelmasa, unda kutmang. Unutmangki, u sizni emas, balki uni sevadigan odamni yo'qotadi. Siz shunchaki hech narsani yo'qotmaysiz. Haqiqatdan ham qadrli odamlar uchun his-tuyg'ularingizni saqlaganingiz yaxshi. Ertami kechmi, o'zingiz bo'lmaganingizdan o'zingiz charchaysiz. Xohlagan inson sizni o'zingiz kabi qabul qiladi. Istamaganingiz bilan xayrlashing va davom eting. Unutmangki, bu hayot unga achinish uchun kerak emas. Bizga buyurilgan narsa biz bilan bo'ladi. Bilingki, bitta eshik yopilsa, albatta ikkinchi eshik ochiladi. Sizni kiritishni xohlamagan eshikni takror va takror taqillatavermang.